Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, здравствуйте уважаемые подписчики. Mana bugun birgalikda sizlar bilan Italiyaga sayohat qilamiz. Italiyadan yukni yukladim. Через Avstriya, keyin Germaniya, Belgiyaga olib boraman. Bu A22 avtoban yo'li. Marhamat do'stlar, tomosha qilinglar. Manzara dahshat. Bu yo'l A22 avtoban yo'li. Bu yo'lga qattiq qoidaga rioya qilish kerak, chunki necha yozgan bo'lsa shunday ketish kerak. Afgonga o'tish mumkin emas. Продолжайте ехать по дороге 18 километров. Bu yo'lga bir xillar o'tadi, endi militsiyaga tushib qolsa agar jarimasi yomon katta. Ishtaraf qilib pravani ham kesib tashlashi mumkin. Shuning uchun hamma bu qoidaga rioya qiladi. Aslan Italiya, Avstriyada shunaqa. Imенно shu yo'lga A22 ga shunday mumkin emas. 82 kruzni yoqganman, kontrol kruzni. Shu oldingi mashina ichib ketyapti. Shunday ketaveradi. Oyog'imni olganman, tomosda. Ko'ryapsizlarmi? Ikkita oyog'im o'zi bir xil boradi, reglovka qilib. Manzarani tomosha qilib boramiz do'stlar. Italiya, Avstriya yomon chiroyli joylarda. Bu yerga dam olishga kelish kerak do'stlar. Bugungi sana 5-aprel 2025-yil. Vaqtga kelsak agar ровно 7 ertalab. Havoda yaxshi, 6 gradus o'zi. Hozir 2 soat 13 minutdan beri yurayapman men. Bu zapravka bergan, zapravkaga borishim kerak. 16 kilometr qolgan. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Ana shunday. Tog', ikki tomoni tog', o'rtadan yo'l ketgan. Ko'ryapsizlarmi? Ana shunday. Shu yerga shanba, yakshanba kuni bugun erta dam olaman. Shanba kuni Xudo xohlasa bismillah deb yo'lga chiqamiz inshaalloh. Damlarni olib bu yukimni Belgiyaga olib boraman. Italiyadan olib Avstriya, Germaniya, keyin Belgiyaga o'taman. Xudo xohlasa inshaalloh shanba kuni. Yomon havosi toza joyda bu yer. Chunki daraxtlar ko'pda. Buni qaranglar, archalarni qanday ko'pligini. Keyin tunnellari ham rosa ko'p. Tunnel slishkim ko'p Italiyada. Italiya, Fransiyada tunnel yo'lni shunaqa puxta o'ylaganki arxitektorlari. Shu bir xil ketyapsiz, tog'ning tagidan teshib uzr bir xil o'tib ketasiz. Yo'l sohasida yomon puxta ishlagan. Hurmatli do'stlar, ko'pchilik obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Obuna bo'linglar. Shu qilayotgan videolar birinchi bo'lib sizlarda boradi. Agar bilmayotganlar bo'lsa agar shu ko'rayotgan telefondan ko'ryapsiz, planshetdanmi, o'ng tomonda qizil knopka bo'ladi, podpisatsiya yo obuna bo'lish deb yoziladi. Shuni bosib qo'ng'iroqcha chiqadi. Shuni bossalaring agar men kiritib borayotgan videolar birinchi o'rinda ko'rasizlar do'stlar. Like bosiz, eshitdan chiqmasin. Shu Yevropada fura haqida ma'lumotlar bo'ladi, qanday ishlash kerak, nima. Qo'ldan kelguncha, aqlimiz yetguncha
ma'lumot beraman. Hammamiz Allohga omonat. Keyin Italiyada nimasi bu? Yomon mehnatkash xalqi Italiyani. Uzum ekadi, ko'p joyga uzum ekadi. Bu bo'ronlarni qaranglar, to'sinlarni. Ko'rasizlarmi do'stlar buni? Manzara dahshat manzara. Manzaraga gap yo'q. Mashina ushlab olgan mana 82 ga, mana bu oldindagi mashina ham 82 boryapti. Shuni orqasidan boraveradi. Ne, orqadagilar ham shunday 82 ga qo'ygan. Kelaveradi. Bu manzarani qaranglar do'stlar, bu nima deyapti bu? Ko'ryapsizlarmi? Farqi qiyin. Mana bu yerga yuvib chiqaradi buni, qumni. Qum adelni, tosh adelni. Karyer. Buni qaranglarda, u tomondan tosh hamma narsani olib, bu tomonga o'tkazib, bu tomonga yuvadi. Yuvganni adelni qiladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu tomonga bo'lsa zavodi bu tomonga. Yo'lni ustidan mushay qilmasdan mana bu parnik, mana bu Tbilisi klubni ekadi bu yerga. Hozir tayyorlayapti. Endi ekadi. Bu yo'ldan ko'p o'tamanda, hech bo'lmasa haftaga 2 marta o'taman. Kamiga. Klubni ekadi bu yerga. Mana u tomonga ham shunday. U tomonga ham shunaqa klubni ekadi. Yomon mehnatkash xalqi Italiyada. Hozir endi o'ta parkingga kirishimiz kerak. Katta parking. Platni yer. Bizlarga mana bu apparatimiz bor. Mana bu apparat Pasango deydi. Через shu to'layman-da men. Avtomatik xizmat qiladi. Yaqin keldim. Ko'ryapsizlarmi? Flajok qizil ko'rinyapti. Yaqin keldim. Ilohim endi joy bo'lsin. Katta parkovkada. Shunga hamma uslovasi bor-da, magazin ham yaqin. Dush ham bor, stralka ham bor, muammo emas-da. Muammo emas. Shuning uchun ko'pincha shofyorlar shu yerga kirishga harakat qiladi. Xudo xohlasa inshaalloh umidimiz bor. Joy topilib qoladi. O'zi 8 kilometr 900 metr qoldi. Ko'ryapti. Keyin Italiyada mana bu yerga ham, sosga ham to'xtash mumkin. Parkingga joy topilmadimi? Ana shu yerga to'xtab dam olsangiz bo'ladi. Politsiyalar eshitma demaydi. Boshqa davlatlarga mumkin emas. Germaniyani ham hamma joyiga emas, bir xil avtobanlariga mumkin. Fransiyada, Avstriyada mumkin emas. Bitta Italiyada ana shu tomonlamasi yaxshi. Misol parkingdan joy topmadingizmi? Vaqtingiz tugayaptimi? Shu yerga yo'lga ham pauzangizni chiqarib ketishingiz mumkin. Yo'l remont ketyapti deyapti. Ana shu yonsa agar pastga yonadi-da u. Yonsa agar o'sha probka deydi. Hozir yonmayapti, faqat remont doroga. Ana shu uchun shuni qo'ygan. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Ozgina probkacha boshlandi. Chunki parkingga yaqin keldik-da. Hamma shu yerga shoshiladi kirishga. Ko'ryapsizmi do'stlar? Bu manzara nima deydi bu manzara do'stlar? Ana shu Alp tog'lari, ana shu qor ko'rinayotgan joy Alp tog'lari ana shu. Ana shular. Alp tog'lari ana shu do'stlar. Qanday manzara ko'rinyaptimi? Nima deydi bular?
Manzarani qaranglar do'stlar, manzara. Через 5 километров поверните направо. 5 kilometr qoldi. Xudo xohlasa. Orqadan mashinalar qanday kelyapti? Zapravkalar to'lib boryapti do'stlar, zapravkalar. Ko'ryapsizlarmi? Hamma to'ri kelgan joyiga qo'yadi. Italiyaga chunki mumkin-da, indamaydi. Faqat mushay bermasa bo'ldi. Chiqib kirishga. Boshqa davlatlarga bunday emas, yomon strog bo'ladi. Mana sosda aytganim mana ko'ryapsizlar, mana shu yerga mumkin to'xtash. Sizlarni joy qilgan. 2-3 ta fura ketadi shu yerga. Shunday video qilayotganim uchun like bosasizlar degan umiddaman. Mehnatimizni qadrlab, chunki kimdir shunday ko'rib ham bir shu yerga kelganday bo'ladi-da. Bizlar ham bir paytlar havas qilgan shu yerda. Tushimizga ham kirmagan. Yetti uxlab tushimizga ham bu yerlarga yurish. Xudoga behisob shukr, rizq nasibamiz bor ekan shu yerga. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Shu yerga ishlab yuribmiz. Xohlasa 2,5 kilometr qoldi. Inshaalloh joy topilib qoladi deb umid qilaman. Do'stlar, mana ko'ryaptimi? Ana shu parkingga o'zib boramiz. Keldik, yaqin keldik do'stlar, yaqin keldik. Mana shu polosaga o'tish kerak. Через 900 метров поверните направо. Mana shu polosaga o'tib, shu polosa bilan ketish kerak. Platni unga keldik-da, tamojni bu yerga. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, qanday manzara bu yer? Bu hammasi platni darogada bular. Как шлагбаум ochiladi. O'zi bu yerga mumkin emasdi syomka qilish do'stlar. Harakat qilaman. Agar hech kim bo'lmasa syomka qilishga. Ko'ramiz. Bu avtomatik ko'tariladi o'zi. Do'stlar, mana ko'ringlar. Ketdi, уже ko'tarildi. Zuvga eshitildimi? Zuv. Ой. Поверните направо. Уже to'lganmi deyman-da. Уже to'lgan, по-моему-da. Уже to'lgan. Kirishga harakat qildim, endi bilmadim joy bormi yo'qmi. Hatto bitta bo'lsa ham yaxshi bo'laydi. Allohdan umid qilib qolamiz do'stlar. Bo'lmasa bilmaydi. Joy topish kerak. Endi ochgan bo'lsa agar iloj bor. Ochilgan ekan, endi ko'ramiz. Через 400 метров поверните направо, потом сразу поверните налево. Katta parking do'stlar. Ponla hamma joy. Ko'ryapsizlarmi? Hamma joy. Joylar bor ekan-ki, Xudo xohlasa qidiramiz inshaalloh. Katta parking do'stlar. Buni qaranglar.
Bir 500 ta mashin ketadi, по-моему, adashmasam agar. Yomon katta parking. Joylar ko'p ekan, joylar do'stlar. Joy ko'p, по-моему. Ko'ramiz qani. Shlagbaum ochiladimi, yo'qmi? Ochilsa yaxshi bo'lar edi. Ochilsa. Mana bu yerlarda ham bor ekan-ki. Harakat qilamiz yaxshi joyga qo'yishga mashinani. Mana bu avtomatik ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu tufayli ochilayapti. Поверните направо, а потом сразу поверните налево. Bizning kollega ham joy topilmayapti. Поверните налево, а потом сразу поверните налево. Joy topmadi, u tomonga yo'q. Bizlar ham harakat qilamiz. Shu tomonga qo'yishga, значит, u tomonga joy keyin damni olamiz. Joy topsa bo'ladi joy. Mana asosda to'layapti. Xudo xohlasa ko'ramiz yo'q. Qo'yib mana bu yerlarga ham bor-ki joy. Ertaga dushanba kuni zapravka qilsak ham bo'ladi-ki. Hozir toz zapravka qilamiz, joylar to'lib qoladi bo'lmasa. Ko'ramiz. Qani. O'sha damni olamiz-u dushanba kuni barvaqt ochib zapravka qilamiz. Bo'lmasa to'lib ketadi bu yer polnisda. Odamlar chiqib ketyapti. Yaxshi joyga yig'iligi uchun. Joy topamiz. Mana do'stlar, joy ko'p ekan joy. Bu tomonga ham bor. Mana bu yerga ham bor. Shu yerga qo'ysak ham bo'ladi. Qo'yib dushanba kuni xudo xohlasa zapravka qilamiz-da, inshaalloh. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Bu yerga shovqinroq bo'ladi-da. Ozgina shovqinroq bo'ladi, boshqa iloji yo'q. Boshqa iloji yo'q. Qo'yish kerak, lekin ref deb o'ylagan edim. Ref emas ekan bu. Tent ekan. Ana shunday bu tent ekan qani. Mana do'stlar, mashina sog' salomat qo'yib oldim. Mana do'stlar, xudo xohlasa endi dushanba kunigacha shu yerga dam. Katta parking, hali ham joy bor bu yerga, hali ham joy bor. Ozgina oldinga olishimiz kerak ekan. Mana bu chiziqdan chiqib qolgan. Ham bo'ladi-ki, bir şey qilmaydi. Bu yerga ham joy bor, ko'ryapsizlarmi? Bu yerga ham joy ko'p bo'ladi. Polnisda. Mana chunki mana buni qanday plomba qilgan. Buni yaptimi do'stlar? Xudoga behisob shukr. Sog' salomat eson-omon yetib keldik. Endi damni olamiz. Ertaga mana bu yerdan zapravka qilamiz. Dushanba kuni. Allohga behisob shukr. Hurmatli do'stlar,
obuna bo'lishni unutmanglar. Podpisatsiya bo'lib qizil qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalaring agar men kirgizib borayotgan yangi videolarni ko'rasizlar. Manzara dahshat manzara. Mojid yana video olib qo'yaman, xudo xohlasa, vaqtga qarab. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga ishlariga rivoj, Allohning panohida bo'linglar.